jinoyat kodeksi o'zgardimi? Imtihonga 10 kun qolganda jinoyat kodeksi o'zgarib ketdimi? Endi mana shu o'zgargan kodekslardan, o'zgargan qonunchilikdan tushadimi degan savollar kelyapti. Baraka topkunlar. Kodeks bor ekan, qonun bor ekan, har doim o'zgaradi. Bu tabiiy jarayon. Men sizlarga kelinglar tushuntirib beraman. Mana kodeks, tasavvur qiling, mana kodeks. Bu jinoyat kodeksi. Mana bu yoqqa kirsanglar, mana bu joyda necha marta o'zgarganligi holati turadi. Mana 12.09 da o'zgarish kutilyapti. 19.07, 28.06, ya'ni 28-iyunda o'zgaryapti, 23-iyunda bir marta o'zgaryapti, 13.06, 12.06, 8.06, 21.04. Xullas, nima demoqchiman? Kodeks qonunlarning o'zgarishi bu tabiiy jarayon. Biz o'sha Roman German huquq oilasiga kiramiz. Bizning asosiy manbamiz normativ huquqiy hujjatlar. Shu uchun deylik, biror bir normativ huquqiy hujjatga bitta termin kirgan bo'lsa ham, shu qonunchilikka ta'sir qiladi, o'zgarishga majbur qiladi. Shu uchun bunaqa narsalarga e'tibor bermanglar. Sizlarga bunaqa o'zgarishlardan tushmaydi ham, bunaqa o'zgarishlar bilan boshlaringni ham og'ritmaydi ham. Ular ham biladi, men test tuzatganlar ham nimadan olib tuzish kerakligi haqida ozgina bo'lsa ham informatsiya bor ularda. Shu uchun o'sha oxirgi o'zgarish, men nima desam bo'ladi, may oyidagi, iyun oyidagi o'zgarishlarni ozgina qarab chiqish kerak. Unda ham shu darsliklarda bo'ladigan joyi bo'lsa, ya'ni darsliklarda kiritilgan mavzu bo'lsa qarab chiqish kerak. Bo'lmasa u har bitta terminga, har bitta detalniy narsaga bitta-bitta qarab chiqish shart emas. Shuni yaxshilab bilib olinglar.